Bu videoda biza Minecraft uchun top 3 ta eng ajoyib va qiziqarli bo'lgan eksperimentlarni sinab ko'ramiz. Okey, unda bizning birinchi eksperimentimiz bitta piksel deb nomlanadigan ajoyib eksperiment. Shunchaki bizga bir nechta sandiq va bir chelak suv bo'lsa bo'ldi. Minecraft o'yinining o'zining alohida bitta fizikasi bor. Hozir biz bitta piksel orqali omon qolamiz. Ya'ni tepadan bitta pikselga tushish orqali omon qolishimiz mumkin. Birinchi o'rinda suvni quyib olamiz va mana shu suv yetib kelgan joygacha sandiqlarni qo'yishda davom etamiz. O'sha sandiqlarni qo'yib bo'ldim. Ana endi tepadan o'zimni survivalda tashlasam, mana shuga omon qolishim kerak. Uning uchun men xullas mana shunaqa narsani o'ylab topdim. Shu yerdan endi pastga sakrab omon qolishim kerak. Xo'sh, survivalga o'tib oldim. Men tayyor. Sizlar ham tayyor bo'lsanglar, unda sakrayman. 1 2 3. Vashshi omadli bo'laman-da, shu sandiqning ustiga tushganimni qaranglar. Mayli, biz taslim bo'lmaymiz. Kelinglar, shu yerdan sakrabmasa bu hisob bo'ladi. Opa. Aha, demak rostdan jonimizga ketmaydi. Siz xuddi mana shunaqa qilishni bilasizmi? Bu juda ham qiziqarli ko'rinyapti, to'g'rimi? Hozir sizlarga buni qanday qilib yasashni o'rgataman. Birinchi o'rinda 4 burchak, ya'ni kvadrat shaklda 4 ta blokni qazib olasiz va mana shu yerdan bu yoqqa qarab taxminan 5 ta yoki 6 ta blok surasiz. Xuddi shu ko'rinishda 4 tomonni ham 5 ta blokdan surib chiqasiz. Mana deyarli tayyor va biz bularni 4 tarafiga bir chelakdan suv qo'yib chiqsak bo'ldi. Xo'sh, platforma butunlay tayyor. Ana endi biz o'rtasiga, ya'ni dumaloq bo'lib aylanishi uchun biza narsa tashlashimiz kerak bo'ladi. Misol uchun mana shu muz bo'lagini hozir tashlaymiz. Bechara muz bo'lagi zerikib qolmasin deb oldiga bir ikkita narsalarni ham tashlashga qaror qildim. Misol uchun mana bu bosh kiyimlar va aslahalar, mana bu kiyimlarni tashlasam yana ham rang-barang va chiroyli bo'lishi mumkin. Mana juda ham qiziqarli va chiroyli bir tomondan. Menimcha bu eksperiment sizlarga ham yoqdi. Maslahat beraman sinab ko'rishinglarni. Unda keyingi eksperimentga o'tamiz. Xo'sh, bizdagi so'nggi eksperiment. Bu uchun bizga Nether portal kerak bo'ladi. Nether olamida bu eksperimentni sinab ko'ramiz. Bu portal salgina mayli. Okey, Nether olamiga ham keldik. Bu eksperimentimiz yotoq bilan bajariladi. Nether olamida yotoqni qo'yib ustiga bosib uxlamoqchi bo'lsangiz, shunaqangi vayron qilib portlab ketadi. Lekin bu portlash ba'zi bir moblarga umuman ta'sir qilmas ekan. Tanishing, buning ismi Jamol. Yotishini qaranglar buni. Xo'sh, ko'rganinglardek qishloqlar bu yerda bemalol uxlashlari mumkin, ammo qanday qilib? To'g'risi aytsam, bu haqida hech qanaqangi rasmiy ma'lumotim yo'q, lekin shunchaki buni qandayligiga men ham hayronman. Agar men uxlamoqchi bo'lsam, bu hammasi tamom. I'm sorry villagers. O'tgan safargi videoda 50 ta like so'ragandim. Xo'p, sizlarga yana bir marta imkoniyat beraman. Keling, mana shu videomizga 50 ta like to'playlik va meni balki motivatsiyam oshib bir kunda 2 ta video qo'yarman. Yo, buni men aytmayman. Okey, unda hoziroq hamma obuna bo'laysin, like bosaysin.